Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy ko'rish uchun WhatsAppda yozasizlar. Energiya berish uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga savolim. Avgust oyiga ochilim bo'ladi, ya'ni aqlingizdagi insoningiz haqida ko'ramiz. Asobiy hech qanaqa bir savol bo'lmaydi, shunchaki nima tushsa o'shani ko'raman. Avgust oyiga aqlingizdagi insoningizni xayolini ko'ramiz. Ochilim avgust oyiga ketdik. Video yoqishni yaxshilab aralashtirganman. Shuni aytib o'taylik. Ketdik. Eslatib o'taman, bu общий расклад kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Lичный расклад WhatsAppdan yozasizlar. Narx-navolar to'g'ri kelsa, ochilim ko'rsatasizlar. Ketdik. 6 tadan oldim. Avvalambor bu yerda meni kim ko'ryapti bilmayman, lekin 5 kun, 5 hafta yoda 5 oy bo'lyaptimi aqlingizdagi insoningiz bilan suhbat qurmayotganingizga. Yo urushib qolganmisizlar yoki qandaydir o'rtalarda bir masofa bormi? Xullas qisqa qilib aytganda, shu aytgan sanalarim, kunlarim ichida sizda suhbat bo'lgani chiqmayapti. Balki urushib qolgansizlar, balki gaplashmayapsizlar, balki muloqotingizni tugatgansizlar. Tak, lekin aqlingizdagi insoningiz bilasizmi? Hech qanaqa xabar kelmayotgani va aqlingizdagi insoningizdan hech qanaqa sado, hech qanaqa bir oldinga bir qadam chiqmayotgani chiqyapti bu yerda. Lekin aqlingizdagi insoningiz sizni eslayaptimi? Eslashi chiqdi, lekin eslayapti, o'ylayapti. Hattoki nima desam ekan, inson suv ham ichadi-ku. Shu suv ichayotganda ham shunaqa bir tak, mayli tursin. Shunaqangi bir anaqa chiqyaptiki, kartina chiqyaptiki, hattoki suv ichayotganda ham sizni o'ylayotgan chiqyapti. Lekin xo'p o'ylayapti ekan, keladimi, yarashamizmi? Yo'q. Avgust oyida bilasizmi, bu safar kartalar aytayaptiki, siz birinchi shart qo'yishingiz kerak, ya'ni qadam qo'yishingiz kerak, yoki siz birinchi yozish yoki qo'ng'iroq qilish, shunga o'xshagan narsa birinchi siz qo'yishingiz kerak deyapti. Chunki aqlingizdagi insoningiz bu safar bilasizmi, o'zini g'ururi bilan, o'zini xarakteri bilan va bu yerda bilasizmi, bosim chiqdi. Ya'ni yokida do'stlari, yokida onasinimi, yokida kimi bor, opachalari bo'lsa opalarimi va hokazo. Xullas bosim ortida, tushunyapsizmi? Shunga u bu safar qo'rqyapti. Ya'ni men birinchi qadam qo'ymayman deb sizni kutyapti. Qilishingiz kerakmi? Qiling, hech nimadan qo'rqmang. Bitta